Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizlar bilan Minecraft'da o'ynab chiqamiz, ya'ni survival qilamiz. Qani birinchi bo'lib Minecraftga kirib olamiz. Kommentariyaga qanaqa o'yinlarni yozishni aytinglar. Qanaqa o'yinlar o'ynak? Masalan, survival yoki horror, poyga, qiziqarli o'yinroq janri. O'zi haliganda bu milda yaratdim. O'ynaganimlar yo'q-cha. Giribman akalar. Shu tomoqqa e'tibor bermaysizlar. Grafikasi yaxshi ekan, lekin 18 da o'ynab ko'rdim. Bunchalik emas. Serverga kirmayapti. Shu Microsoftni bloklab qo'yganman nimagadir. Bilmadim. Tog'a kiring endi. Xo'sh, akalar mana. O'zi haliganda ochdim buni. Kirka bor edi. Bizga bulujnik kerak. Bulujning uchun mana bu bulujnik deyiladi. Shundan to'tta bitta. Zombilar ovozini eshitilyapti o'zi akalar. Xo'sh, agar qishloq topsak zo'r bo'lardi. Rivojlanish tez bo'ladi-da. Loot ham yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar. Last Land degan o'yin bor, survival. Ana shu o'yinimda yaxshi o'yinni zapis qilib qo'yganman, просто chiqaraymagan deyapman-da. O'zbekda o'ynayotgan odamlar kamda, Minecraftni ko'p odam o'ynaydi. Kanalga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yinglar akalar. Qanaqa videolar chiqsin. Xo'sh, tag'a bilaman, o'rgatmang. Xo'sh, bizga daraxt kerak, veristagim bor edi meni. Yasab olaylik, nima ketdi bizdan ha? To'rtta daraxt ekanda. Endi full daraxtga ketish kerak. Agar qo'y topsak bitta kattaroq uy qurardik. Chunki hozir katta uy qurishga ham 4-5 kun kerak-da. Daraxt ham kerak bo'ladi. Uyni sal chiroyliroq quramiz-da, tek. Shunaqa gaplar akalar. Minecraft o'ynayotgan akalar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu versiya 1.21.0.03 versiya. Mana bitta qo'y. Oshqozonga tushdi. Xo'sh. Hozir bizning rejalarimiz daraxt chopish va uy qurish. Atak temir bo'lsa agar chiqaramiz. Shunday gaplar akalar. Xo'sh, endi qo'y yo'qmi ana shu atrofda? Ana zombini ovozi chiqyapti. Suvarakcha bo'lardi yo'linaqa. Yana savanna bor ekan bu yerda. Ko'mir mana. Kakras kerak bizga, g'orga kerak-da. Mashina olsak ovqat pishirgani ham kerak bo'ladi. Agar tushunmayotgan bo'lsalaring, bu ko'mir. O'yindek ko'mirda bu. Bu ruda eritsalang bo'ladi. Pechiga solsalang ovqat pishiradi, daraxt yondirsalang bo'ladi, fakir yasasalang bo'ladi. Svet yasasizlar. Na vazifani o'taydi bu. Vazifa suv. Yana ko'p agar daraxtdan ham ko'mir yasasa bo'ladi, lekin daraxtni doska qilinmagan variantida yasasizlar endi. Mana bu daraxtdan yasasizlar, pechga yasasalang o'zi eritib beradi. Boshqacharoq uyg'ur. Bo'lib ketdi baqa uyg'ur. Kanal yangi akalar, shu prosmorni ko'paytirib olsak, sekin streamlar qilaveramiz. Tekst topsak zo'r bo'lardi lekin. Bir kattaroq uy qurmoqchi edim-da men. Kattaroq uy qurmoqchi edim. Xo'sh, qayerda bor bo'l? Tekischi. Ha, brat.
Bulujnik ham kerak bo'ladi. Uydarak quraman, hayron qolasizlar. Abror aka arxitektor ekan deysizlar. Meni uy qurishimni ko'rib, u dunyo hayron. Dunyoda bitta men shunaqangi uy quraman, hayron qolasizlar. Kvadratni kvadrat qilib qo'yaman. Ana. Deyapti. Aka ham hayronda, to'ppa-to'g'ri deyapti aka. Agar uy qurish xizmatlari kelsa, pastda nomerlarni tashab qo'yamiz akalar. Tezcha kelasizlar. Shunaqa gaplar. O samonadan qursak ham normal joylar bo'ladimi? Ana qor boshlanib ketadi. U katta qorda bu. 1.18 da qo'shilgan. Yangi hayvoncha. O'ldirsa bo'ladi. Nima bu? Qilyapti. Ko'p ham o'ynamaganman yangi versiyasini. 19 da o'ynardik o'g'lim. Bizda davrda 14 versiyalar ko'p bo'lganda endi. Mana tekislab turib bitta uy qurib borsak ham bo'lar. Tekis ekan mana shu qaranglar. Tekis ekan atak. Tekislab turib qurib olish kerak o'zi. Mana shu yerda. Darrov ket tushar ekan va ertalab qilib turay ekan, boshqa junam yo'q-ku. Iskelet paydo bo'ldi. Voy, operator emasmiz ekan. Bitta tortishga qilib olamiz endi akalar. Operator bo'lsa bizda. Qoqib ketamiz uni. Ana. Birat qoqib kelish kerak. Men bormayman, kelavering birat. Xo'sh, bizga verstak kerak bitta. Ikkita bo'lib ketdi. Ko'pidan kami ko'p. Nima qilmoqchi edim? Bo'ldi. Lapata yasaymiz. Yomon uy quraman. Turib tekislab turib quraman. Birat yurib kerak. Bo'ladi, boshiga sal kichkinaroq turib kattalashtirib ketaveramiz, tozalab. Hatto shuni ham kuchaytiramiz. Ana. Tagini ham kovlab qo'ydi birat. Geniya. Kovla. Bitta uyda qurib olsak a. Mana shu yerga lutlar tasatgan. Temir topgan. Xo'sh, bizga endi bulujnik. Uni daraxtdan ko'proq kerak edi. Oq daraxt kerak edi. Yo'q, yashildan. Samandan daraxtdan olaymi ekan? Bu ham chiroyli. Shundan qalla chiroyli ekan. Ancha chiroyli ekan bu. Xo'sh, daraxt chopek. Metro degan uy qurish kerak. Bu baratlar xetda yuribdi-ku. Bag'ir. Uni g'ordan chiqyapti shekilli-da. Barat qanday? Creeper bor ekan. Yaxshimi? Choy qilardik o'ting. Deyapti. Savannada yuring, savanna bo'ling. Yomon gapirdi bu. Xo'p. Shu daraxt chopsak ketib qolar o'zi. Karotchim. Bizga 28 dan olamiz-da. Buni o'rniga qo'yib turib razmerda olish kerak-da hozir. Xo'sh, bu yerdan 1, 2, 3, 4, 5 bo'lsa, 1,
10 oshiramiz. 1 2 3 4 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'ladi endi. Shunaqasiga bitta binoni quramiz hozir. Hop, hop. Xo'sh. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta bo'lsa. Yetmay qolayotgandir. 9 ta. Ashitdan qo'yami karotchim? Mayletdan qovun keldi. Oq taraf chopish kerak. Shu yetib qolarkanmi? Oq taraf chopib kerakchi endi. Qishloq mana. Loy City ekan. O, ashaqlarda borda. Sal chiroy berardi-da bu oq taraq. Ya, u xunuk qilib qo'yadi, boshqa jigar rangda oqroq qilib. Bolta bilan ishlab bersa, rangini olib tashlasak postini. Ana, jitta chopsak, uyimiz haqida edi, o to'rida bo'ldi. Mana chopsak yetib qolar. Bag'ada 4 ta qo'yib bulishni qilib 3-5 chorra qilib chiqamizda. Keyingi videolarda qanaqa videolar qilay yozib ketinglar kerak. Xo'sh, masini ham chopakda. Balki yetar ham. Ana. Sindi bu yer. Jeniyani qonni ochlayapti. Bu degani birat uyga boring degani. Uy mashaq dedi. Shahar bo'lsa kerak. Ko'rdimmi uyda? Sizlar ham ko'rgan bo'lsalaring ko'rdimmi? Xo'sh, bizga 20 etni olamiz. Ovqatni ham yevorish kerak. Sabr qilsak pishirib yerdik-da. Kerak emas bu. Ana, bizga nima kerak edi? Bilasizlarmi? Qo'y kerak edi. Kerak. Yostiq yasaymiz. Karotchimi? Bir stak bundan yasash kerak. Endi bunda to'ldirib chiqsak, razminiki bo'ladi-da. Mana shu yerda eshik bo'lsa, bag bo'lib qoldi. Nima bo'ladi? Xo'sh. Tapor yasak bitta. Taporga nima kerak? Balka kerak. Xo'sh. Bitta yostiq yemasak. Yostiq. Men qaytdim akalar. Uxlab olaylik bitta. Uxlasham yo'q hozir. Xo'sh. Men qaytdim. Ishlar chiqib qoldi akalar. Xo'sh. Buni qilsak, jeniyani uxlatib yuborsak-a. Bu uxlagandan keyin tepasini mono bilan yopib chiqsak-a. Xo'sh, keyin atrofini bulujnik bilan qilib, tosh bilan qilib eritib, sanduq pechda yozib qo'yamiz. Bitta eshik.
Ha, tog'a. Meni qo'rqmoqchi bo'ldingmi sen? Ha? Meni qo'rqmoqchi bo'ldingmi, eshak? Meni qo'rqmoqchi bo'ldingmi? Xo'sh, qaytdim. Nima qilay turadi ekan? Eshik qo'yamiz. Ana yasamadimmi? Bitta pech ha bor ekan, yasab olganimizda uxlardik-da. Yashit qo'yib turib, yo'q. Yoning tog'a. Mana shu deraza ham normalmi yo bunday qilakmi? Yo mundayroqmikan? Bitta ochib qo'ysak ham tagini taxta bilan olib tashardik. Kim bular? O'tog'imlar. Suvarak bor ekan. Ye. Xo'sh. Mana shunda 3ta deb yozib chiqsak. Ha, arava baki. Hayır, go'sht keldi o'zimizga. Nima qildim haliginda? Bunday qilib yopdim. Blujni qidirib chiqish kerak. Mana shu yerdan farm qilaveramiz. Tak mana shu yerdan jam tushib ketsa ham bo'laveradi. Koncha qilib qo'yamiz deb aytdi. Ketdi go'masam. Blujni olsak yerda. Atrofini o'rab. Ana. Bag'am sindi. Tog'a sheygacha yashayapti bo'ldi. Bo'ldi ketdik. Go'sht pishib olsin, endi nima yasash kerak? Tapo kirka kerak bitta. Qo'rashcha keldi, tovuqcha. Hasan deydi. Shunday gaplar akalar. Qana videolar joylaylik, qana o'yinlar, gaming. Qana video haqida bo'lsa ham bizga aytsalaring, shuni YouTube kanalga qo'yaveramiz. Prosta biroz so'zlaring bo'ldi. Qo'q qilyapti ana. Men qaytdim. 38 ta hozircha yetar. Uni olib turib yopib borardik, yopib boraylik ekan hozirroq. Ana. Kesmasdan oldin buni qo'yib yubordik. Qanono. Mashinadan berib turinglar qani. Yetar 45 ta. Ya buni ham biz bekam qo'yib yuborish kerak. Xo'sh, endi bunday taxta bilan yopib chiqsak ham. Bu yerda nima qilamiz? Ha, kon bo'lib turaveradi. Xo'sh. Ne gap? Xo'sh, video. Neyta? Ya ana. Qoch.
Qoqarkanda bular ham odamni. Har sekundda kelish kerak. Xo'sh, men nima qilmoqchi edim? Akalar, agar bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga like bosib va obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar akalar.